Aka keldik, sizdan 67 ming so'm bo'ldi. Mana 20 ming. Men doim shunaqa kelaman. Aka siz Yandex chaqirgansiz, 67 ming so'm ko'rsatyapti. Va men yoshingda bat so'rmaganman. Kapitaligimdan urib qo'yaman. Hali shoshmay tur. Aka, nima qilamiz asabiylashib? Bugun meni tug'ilgan kunim-ku. Ko'rishingizdan ulfatkash odamga o'xshaysiz. Keling, men siz bir mehmon qiling. Mehmonqisi ko'rasan, hayda qoravoy. Aka, zo'r o'tirimiz o'ziga. Qoravoy, bugun sen meni mehmon qildingmi? Hayerdagi men seni mehmon qilaman. Antigliga sizni bakso'rtsam sho'rishmayapti. Buni sochib tashlayman. Qomab yo'q, quymaysanmi? Hozir kel. Mana aka saboy. Sizlardan 6 so'm bo'ldi. Yo'q, shu sherigim to'lab oladi, aka. Aka. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Rahmat. Bular o'zicha Yandexchilarni uxlatmoqchi bo'ladi. Yandexchilar 3 tongacha yechib oladi. 60 mingni berish kerak edi. Battar bu.